Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men hozir jazolar shohidlaridan Qalbnur xonimda Umar Bekkali bilan birga Amsterdam Dom maydonida G'ulji qirg'ochlarning 25 yillik munosabatlar namoyish qilib, namoyish jarayonida bularning ikki qiz bir gibra taqdirda qilib Hanımlardan kelsin. Assalomu alaykum barcha qarindoshlar. Biz bugun mana G'ulji qirg'ochlarning 25 yilligini xotirlash ham qonliq olimpik bayqo'lish yuzidan bu Amsterdam Dom maydonida namoyish keldik. Bu yerda namoyishga qatnashgan barcha qarindoshlarimizga ko'p rahmat aytaman. Bugungi namoyish intayin ahamiyatli, ham yaxshi bo'ldi. Ham qatnashgan odamlar intayin ko'p bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyodagi mujohidatga barliq qarindoshlar. Bugun biz shu qon bergan, jon bergan qarindoshimizning yo'lini besib, bu maydonga yig'ildik. Biz bu harakatni qachon to'xtatmaymiz. Qachon xalqimizni hurlikka erishtirganda, qachon shu Xi Jinping jallodni xalqaro sotib tatganda, shu chog'da rahat ishni to'xtatamiz. Bo'lmasa, biz bu maydondan hech qachon qaytmaymiz. Biz har qachon sizlar bilan birga.